Salom do'stlar, Access.uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun AirPods Pro 3 Dubai versiyasini to'liq video obzorini ko'rsatamiz. Ko'rinishi, sifati, xususiyatlari, hamma narsasini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu AirPods Pro 3imizni yaxshilab ko'rishinglarni maslahat beramiz, chunki Pro 2 dan keyin ancha o'zgarishlar bo'lgan. Video oxirigacha qoling, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Boshladik. Birinchi bo'lib korobkasiga to'xtaladigan bo'lsak, korobkasi original bilan birga-bir ishlangan bo'ladi. Qalin qog'oz kardonlardan ishlangan. Juda ham sifatli. Bu Pro 3imiz Pro 2 dan korobkasi kichkinaroq. Mana ko'rishinglar mumkin. Korobkasining razmerida farqi bor. Endi ichini ochamiz. Ichida hujjatlari, yo'riqnomalari original bilan birga-bir ishlangan. Glansli qog'ozlarda qilingan. Keysimizni o'zi va AirPods Pro 3lardan boshlab zaryadniy kabeli yo'q. Biz Access mijozlari uchun maxsus zaryadlovchi kabelni sovg'a sifatida qo'shib beramiz va ushbu naushnikimiz uchun silikon chexolni sovg'aga qo'shib beramiz. Komplektida o'zini ambishurlari bor. Ambishurlari 4 ta razmerdan iborat. Mana. O'zidagi keys ichidagi quloqchinning o'zidagi bilan 5 ta razmer bo'lyapti. Bemalol o'zingizlarga qaysi razmer qulay bo'lsa qo'yib maza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi keysni o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bunaqa odatiy salafanlarga o'ralgan. Keysimiz ham glansli, yaxshi materialdan ishlangan. AirPods Pro 3imizda iPhone ga telefonlarga ulanish uchun knopkasi yo'q. Indikator chirog'i uchun teshigi ham yo'q. Uni o'rniga knopka va indikator teshiklarini o'rniga bu sensor qilib chiqarilgan. Mana ochganingizda indikator yashil chiroq yonadi. Shu yashil chiroqni tagiga bossanglar, ovoz chiqarib sensor ishlaydi. Mana indikator chirog'i oqqa o'zgardi. Endi quloqchinlarning o'ziga keladigan bo'lsak, quloqchinlarning gravirovkalari hamma narsasi birga-bir qilib ishlangan. Mana bu yerda yozuvlari bor. Magnit loklari bor, mana yopilib ketmaydi. Keys ichida magnitlari bor, quloqchinlarni oson tortib oladi. Keys ichida ham yozuvlari bor va bu quloqchinlarning o'zi qolgan Pro'larga qaraganda juda ham boshqacha qilib ishlangan. Hozir mana bu Pro 3imizni Pro 2 ga solishtiradigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin, mana. Noodatiy boshqacha qilib ishlangan mana. Bu Pro 2, bu Pro 3. Ya'ni bu quloqga yanada ixchamroq qilib, mos turadigan qilib, quloqga botmaydigan, og'ritmaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Mana bu silikon ambishurlari ham yumshoqqina, bu Pro 2 ga qaraganda yumshoq va quloqda juda ham mayin turadigan qilib ishlangan. Endi bu naushnikimizni telefonlarga ulab ko'ramiz. Hozir mana bu AirPods'imizni iPhone ga ulab ko'ramiz. Mana iPhone ga ulayotganda animatsiyalari chiqadi. Подключitni bosamiz. Mana sensor joyiga 2 marta bosib yuboring deyapti. Bosdik mana. Подключение botdi. Mana движение головы yoqilsinmi deyapti. Keyin trenirovkalaringizni kuzatib borsinmi deyapti. Защита слуха, проверка слуха, помощь слухом, hamma funksiyalari bor. Mana. Naushnikimiz o'zi ham quloqimizda turishi juda ham bir boshqacha turadi. Bu AirPods Pro 3larimiz quloq uchun alohida mo'ljallab ishlab chiqarilgan. Bu AirPods Pro 3imizni anisi funksiyalari bor. Uni mana masjiddan yoqib o'chirsa bo'ladi. Mana prozrachnostga qo'ysak, tashqaridan shovqinlar kiryapti. Mana adaptivnostga qo'ysak, bizning o'zimizga moslashgan shuma podavleniya beryapti. Endi shuma podavleniyani yoqsak, tashqaridan kelayotgan ortiqcha shovqinlar butunlay to'silyapti. Bu AirPods'imizning shuma podavleniyasi boshqa AirPods Pro'larga qaraganda, AirPods Pro 2larning shuma podavleniyasiga qaraganda ancha sezilarli darajada nima deydi, shovqinni shunaqangi to'sib qo'yganki, menga hozir ortiqcha hech qanaqa ovoz eshitilayotgani yo'q. Endi boshqa funksiyalarni ko'ramiz. Bu joylarida sensor joylarini boshqaruvini o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana ovoz qatdan qanaqa eshitilayotganlarini to'g'irlasanglar bo'ladi. Mikrofonlarni to'g'irlasanglar bo'ladi. Движение головой funksiyasi bor, ya'ni kallani qimirlatish bilan ishlatsanglar bo'ladi.
Mana keyin ambishur almashtiradigan funksiyalarini ko'rsatib bergan demonstratsiya qilib. Mana ambishurlarni qanaqa qilib almashtirib qo'yish. Bu o'zingizni qulog'ingizga mos ambishur razmerini olib, taqib, maza qilib eshitib yursangiz bo'ladi. Keyin bu yerda seriyaning nomeri bor. Bu case seriyaning nomeri. Chap taraf quloqchinning case nomeri, o'ng taraf quloqchinning seriyaning nomeri. Bu iPhone telefonimizning o'zi ham bu AirPods'imizni kopiya bo'lsa ham original deb ko'ryapti. Mana bu yerda garantiya sroklarini ham yozib qo'ygan mana. Bu iPhone'imiz bu kopiyamizni xuddi original deb o'ylayapti. Shu darajada yaqin qilib ishlanganki originalga iPhone'ning o'zi ham original deb o'ylayapti buni. AirPods Pro 3'imizni Android telefonimizga ulab ko'ramiz. Hozir mana Redmi telefonini Bluetooth nastroykalarini ochamiz. Bluetooth'imizni yoqamiz. Naushnikimizni ochib, mana AirPods Pro 3 deb topdi. Ustiga bosamiz, ulanmoqda. Ulash bog'lanmoqda va ulandi. Batareya holati 100% faol. Mana hozir Redmi telefoniga Bluetooth orqali AirPods Pro 3'imizni uladik. Xuddi shu yo'l bilan Huawei, Samsung barcha Android qurilmalariga mana shu yo'l bilan ulanadi. Endi hozir musiqa qo'yib tinglab ko'ramiz. Hozir mana naushnikimizda muzika eshityapman. Ovoz sifatiga keladigan bo'lsak, ovozlari juda ham tiniq. Bu solishtiradigan bo'lsak, qolgan hamma AirPods'lar bormi, AirPods Pro'lar bormi, hammasidan kuchli deb ayta olaman. Chunki buni anasi funksiyalari, baslari juda ham boshqacha. Bir marta olib ishlatib eshitib ko'rishinglarni maslahat beraman. Chunki bunaqa bu nima deydi? Nerealniy zo'r bas beryapti hozir. Juda ham bir boshqacha his bo'lyapti. Keyin bu AirPods'imizda avtoobnarujeniya uxa bor. Qulog'ingizdan yechganingizda ashula avtomatik pauzaga qo'yadi. Mana hozir qulog'imni olganimda pauzaga qo'ydi. Bu AirPods'imizda sensor joyida swipe funksiyasi bor. Ya'ni sensorini ushlab tepaga qilsanglar, ashula balandlashadi. Ushlab pastga qilsanglar, mana ashula pasayadi. Sportda, ishda, o'qishda, hamma joyda eshitish uchun juda ham qulay. Ayniqsa sportchilar uchun maslahat bergan bo'lardim. Sababi bu quloqda turish uchun yangi forma ishlangan, juda ham quloq uchun mos, yugurganda umuman tushib ketmaydi. Endi hozir buni sifatini tarozga ham qo'yib tekshirib ko'ramiz. AirPods Pro 3 Dubai versiyamizning og'irligi 58 gram chiqdi. Mana og'irligidan ham buni sifatini ko'rsak bo'ladi. Bu AirPods Pro 3'imizning batareya egasiga keladigan bo'lsak, quloqchinlarning o'zi 4 soat, 5 soat atrofida ishlatsanglar bo'ladi. Case bilan birga 12 soatdan 24 soatgacha yetadi. Bu ovoz balandligiga qarab o'zgaradi. Yuqori ovozda kamroq, o'rtacha ovozda ko'proqga yetadi. Zaryadkasi Type-C to Type-C qilib chiqarilgan. Type-C razyom orqali zaryad oladi. Komplektida kabel bo'lmagani uchun biz sovg'a tariqasida Type-C kabel qo'shib beramiz va sovg'a tariqasida silikon chexol qo'shib beramiz. Zaryad olishi, demak, besprovodnoy ham zaryadga oladi. Hozir mana buni ham sinab ko'ramiz. Mana zaryadga olishi boshladi. Zaryadga qo'yganda ovoz ham chiqaradi. Endi plyus minuslarga keladigan bo'lsak, demak, plyuslari ko'rinishi original bilan juda ham o'xshash, birga bir o'xshash. Даже iPhone'imizning o'zi ham buni original deb o'ylayapti. Sifati arzon kopiyalarnikidan ancha zo'r. iPhone'ga ulanganda animatsiya chiqadi, ovoz sifati yaxshi, batareyalar uzoqqa yetadi. Hamma telefonlarga oson ulanadi, narxlari qulay narxlarda, 18 oy kafolati bor, shovqin kamaytirish anisi funksiyalari bor, besprovodnoy zaryadka funksiyalari bor. Endi minuslarga keladigan bo'lsak, minusi faqatgina bu 100% original emas, kopiya. Minusi shunda. Keyin mikrofoni ham originalga qaraganda nisbatan sal pastroq ishlaydi. Lekin narxiga nisbatan juda ham yaxshi variant. Aytgancha, endi buni bir ambishurni almashtirib ko'ramiz. Komplektida bor ambishurlaridan ikkinchi razmerini olaylik. Mana bu silikon joyini bu yoqqa ko'tarib olasizlar va sekin tortsanglar chiqadi. Mana endi boshqa razmerdagi ambishurimizni tiqib olamiz. Mana osongina joylashdi. O'zingizlarga ma'qul bo'lgan, xohlagan razmeringlardagi ambishurni taqib, bemalol ishlatursanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, videoni do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Access.uz, ishonch va sifat. Xayr.